Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını görürsünüzlər. Proqramımız xoş gəldinglər. Məzkur proqramımızda muş bir həftə jarayonida radiomuzda berilgan Uyg'urlarga dair bir qism mühim xəbərlərni əslitib ötməkçimiz. Mən Erkin. Mən Gül Çehre. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsilatları bolsun. Cəmiyyətdə Əkbər Dalo deb tanılğan baylıq cəhətdə Xotanda aldınqı qatardakı kişilərdən sanılğan 51 yaşlı karxanaçı Əkbər Emin 2018 yılının oturları ün-tinsiz g'ayib bo'lgan. Muxbirimizning Xotan şəhərlik Cexi idarəsi və Baji idarəsi qatarlıq orunlarga telefon qilib, ahvol egallashi natijasida Əkbər Eminning chegarada savdo rasmiyatini bejirayotgan mezgilda tutqun qilinib, 25 yillik kesilganlik oshkorlandi. Egallishimizcha Əkbər Emin tijoratini Qashtichi savdosidan boshlagan ekan. Xotanda o'ltiraq uy binokorlik sohasida oldingi qatorga o'tib, dasmoyisi 1 milliard yuandan oshgan. Əkbər Eminning tutilish sababi uning savdo o'rtoqlari bo'lgan ikki qarindishi va bir o'g'lining taqdiri ustidagi aniqlashlarimiz davom qilmoqda. 10 yanvar günü Xitayning Yershar vaqti geziti Uyg'ur rahbarlaridan Rabiya Qadir xonim va Dolqun Aysalarning yurtdagi bir qism urug' tuqqanlarini so'zlatish orqali ularning chet ellardagi faoliyatlariga hujum qildi. Rabiya Qadir xonim buning qaytirgan inkosida Xitoy taratgan videoda faqat ikki nevrisi va ikki bolasınınla ko'rsatilganligini eskartib, Xitoy meni yolg'onchi demoqchi bo'lsa, mening boshqa farzandlarimni va qarindoshlarimni ko'rsatsin dedi. Dolqun Aysa bo'lsa, dadasining o'lim xabarini Yershar vaqti gazetidan uqqan. U Xitoy hukumati mening dadamning qachon va nima sababdan o'lib ketganligini oshkorlasin dedi. Xitoy taratqullari yaqindan buyon chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilar va tashkilotlarga qaratgan hujumini kuchaytmoqda. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 14 yanvar kuni e'lon qilgan 2020 yillik doklatiga Xitoy hukumati kishilik huquqi dunyoviy tahdid deb nom berdi. Mazkur organning direktori Kennis Ross bayonotida davlat ichida o'z hokimiyatini besimga tayinib saqlab kelgan Xitoy hukumati o'zining iqtisodiy va siyosiy kuchiga tayinib, insonlarning huquqini qo'g'dash asosida qurilgan organlarni faol chalg'i tushirib qo'ymoqda dedi. Kennis Ross Uyg'ur elida yo'lga qo'yilgan lager va boshqa zulm siyosatlarga qarata xalqaroda yetarlik darajada inkos chiqmaganligini mana buning misoli sifatida ko'rsatdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti har qaysi hukumatlarni xalqaro kishilik huquq sistemasini qo'g'dab qilish uchun Xitoyga o'rtaq taqobil turishga chaqirdi. Xalqaro erkinlik sarayimi bu yillik dokladida demokratik davlatlar Xitoyning taratquli orqali kengaymichilik qilishiga cheklama qo'yish kerak deb ko'rsatdi. 12 yanvar günü Bosniyaning poytaxti Sarayevoda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarga norozilik bildirish va Uyg'urlarni qo'llash namoyishi o'tkazilgan. Xalqaro Sarayevo universiteti qarmog'idagi Xalqaro yoshlar klubi va Milliy turk o'quvchilar birligi qatorliqlar hamkorlashib uyushtirgan namoyishga ko'p sonli kishi qatnashgan. Namoyishchilar Uyg'urlarga erkinlik, Uyg'urlarni qutuldiringlar, irqiy qirg'inchilikqa xotimi berilsin degandek shuarlar yozilgan lozunkalarni ko'tarib namoyish qilgan. Namoyishchi yoshlar Xitoyning yig'ib olish lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning yolg'iz emasligini ta'kidlagan. Bosniyadagi musulmon bosniyaliklar 1992 yildan 1995 yilgacha davom qilingan urushda serblarning irqiy qirg'inchilik qilishiga uchragan. 10 minglarcha jonga zomin bo'lgan bu qirg'inchilik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining aralashishi natijasida 1995 yil dekabrda rasmiy oxirlashgan edi. Atushdagi 90 yoshlik Denizat Avuddin Ayubning Xitoyning lagerlariga qamalganligi ma'lum bo'ldi. Yaqinda Xitoy Oliy sud mahkamasining tor betida Atush shahrining sobiq muavin partkom sekretari Song Kaysayning parxo'rlik da'vosiga oid oshkorlangan bir sud hukmida Avuddin Ayubning 2017 yili may oylarida Atushdagi ma'lum bir doktorxonaga nazorat ostida davolanishga olib kelinganligi, uning nuqtaliq o'zgartish obyekti va diniy oshqunlik ideyasi tarqatquvchi ekanligi tilga ilingan. Denizat Avuddin Ayubning Amerikadagi jiyan qizi Mariya Muhammadmi tog'isining lagerga qamalganligidan 2019 yili fevralda xabar topgan. Denizat Avuddin Ayub Atush Bostan mahallasi Qayroq masjidining 30 yillik imomi bo'lib, yurt ichida hurmatga sazovor mo'tavarlardan ekan. 15 yanvar günü Xalqaro Islom kishilik huquq komiteti har qaysi musulmon davlatlarga maktub yo'llash chaqirig'i e'lon qildi.
Ular musulmonlar dunyosidagi barliq kishilarni chaqiriq xatiga imzo qo'yish va uni munosabatlik islom allarining rahbarlariga yo'llab berishga chaqirgan. İslam Kişilik Hüquq Komiteti çağırığıda Uygurlarning siyosiy, ijtimoiy va diniy haqlarining tartib elinganligi, İslam ellari hukumatlarining Uygurlarni qo'llashi lozimligi hamda Xitoy bilan bo'lgan barliq hamkorlikni toki Uygurlarga bo'layotgan ziyonkashlik oxirlashguncha bekor qilishni talab qilgan. Maktub asosliq Pokiston, Indoneziya, Turkiya, Iran qatorliq davlatlarga yo'llanadigan bo'lib, musulmonlar dunyosini Uygurlar masalasida o'yg'itishda muhim rol o'ynaydi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.